Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib ko'rsatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bahrom aka. Davron. Yaxshimisan? Rahmat. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Oying yaxshimili? Ha, yaxshilar. Bu yerda nima qilyapsan? Tinchlikmi? Bu yerga bir tanishim olib kelgandim. 3-4 kundan buyon shu yerdamiz. Shunga sizni chaqirgandim. Men kelayimga bu narsa bo'lib qoldimmi deb qo'rqib, o'zimga qaramasdan shoshib kelaverdim. Ha, yo'q. Xudoga shukr, onam yaxshilar. Ha, yaxshi. Bular ham yaqin tanishim. Shunga yonida turmasam bo'lmaydi. Sizni chaqirishimdan maqsad otxonaga bora olmayapman. Bu yoqda nima bo'lyapti, xabarim yo'q. Shunga o'zingiz qarab nazorat qilib tursangiz yaxshi bo'lardi. Boshqa ishonadigan odamim yo'q. Bo'ldi. Bor yo'g'i shumi? Shu. Sen otxonadan xavotir olma. Agar boshqa xizmatlar bo'lsa ayt. Nimadir kerak bo'lsa olib kelib bering. Yo'q, rahmat. Hammasi joyida. Kerak emas. Siz ovora bo'lmang. Faqat bu narsa bo'lsa menga qo'ng'iroq qiling. Kelishdik. Bo'lmasa aloqadamiz. Rahmat. Mayli. Sog' bo'ling. Xizmat bo'lsa aytaver. Xo'p. Bo'pti. Shu paytgacha ko'p narsa yo'qotdim. Yaqinlarimni, ishimni, kerakli insonlarimni. Deyarli hammasidan sizning xabaringiz bor. Xabarim bor. Endi tushunib yetyapman. Ba'zida yo'qotishlar yangi narsalarni topishda boshi bo'ladi. Yaxshilikka bo'ladi. To'g'ri. Qadrli insonlarim meni tashab ketdi. Bu dunyodan ko'z yumishdi. Lekin menga taqdiri tuhfasi mana qarshimda o'tiribdi. Shuning uchun men bu hayotdan minnatdorman. Inson nimani yo'qotsa ham afsuslanmasligi kerak ekan. Chunki bo'lar ish bo'ldi. Ketish kerak bo'lgan insonlar ketdi. Bizniki bo'lmagan ishlardan haydaldik. Xullas, hayotimizni o'zgartirish uchun yo'qotishlar ham kerak bo'ladi. Hozir hammasi joyidami? Juda ham joyida. Ertaga nima rejalar endi, Madina? Uydaman. Oyim bilan bozorga borsak kerak. Yana-ya? Ha. Har kuni boryapmiz o'zi ham. Menimcha to'ygacha ham bozorliklar tugamaydi. O'zingizchi? Ishda bo'laman. Baxtliroq bo'shamoqchi edim. Shunga ko'rishamizmi demoqchi edim. Bilasiz, oyim sanatoriyadalar. Bitta o'zimman. Kechki ovqatni bu joyda birga yeylik. Shu kunlarda menga ko'p vaqt ajratyapsizmi? Ishxonaga ham bormay qo'ydingiz.
kim qadrliligini tushunib yetdim-da. Ha, bo'ldi doktor. Unda ertaga emas, indinga boramiz. Mayli. Soat 9da o'sha yerda bo'laman. Rahmat. Ertaga bormas ekansizlarmi? Ertaga doktorning vaqti yo'q ekan. Keyin ularning laboratoriyasi ham tushlikkacha ishlar ekan. Ha. Indinga bemalol xotirjam keling deyapti. Ha, mayli. Eson-omon ko'rsatib olaylik. Shunaqa. Ish qilib natijalar yaxshi chiqsin-da. Aytganing kelsin. To'g'risini aytsam, qo'rqyapman Munis. Chunki doktorlar ham 100% yaxshi bo'lib ketadi demayapti. Negadir ko'nglim g'ash. Hammasini ertagalikka gaplashib qo'ygan. Aksiga olib, indinga kelinglar deyapti. Tinchlik bo'lsin. Yomon xayollarga bormang. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Undan ko'ra yaxshi niyat qilaylik. Nima bo'lganda ham hamma narsaga tayyor turishimiz kerak. Faqat yaxshilikni o'ylab borsak, biz kutgan natija bo'lmasa, o'zimiz qiynalib qolamiz. Iloyim yaxshi bo'lsin. Lekin bilib bo'lmaydi-da, hamma narsaga tayyor turishimiz kerak. Agar vaziyat jiddiy bo'ladigan bo'lsa, chet elga olib borishimiz ham mumkin ekan. Qani, boraylik-chi. Toza havoda yursin dedi. Ancha vaqt ustoz oldida bo'ldi. Baribir qo'rqyapman. Munis, o'zim kasal bo'lsam, bunchalik qiynalgan bo'lmasdim. Farzandniki qiyin bo'lar ekan. Ha, to'g'ri aytasiz. Hozir uyga borsak ham yaxshi kayfiyatda boraylik. Yana bizni kelin, Obidjon ko'rib, ularni ham kayfiyatini tushirib qo'yamiz. Ertaga kelinni ko'chaga olib chiqib, bir pas aylantiraman. Keyin mana shu vaziyatni tushuntirib qo'yaman. Chunki u ham hammasi yaxshi bo'ldi. Doktorga borsak, butunlay tuzalib ketadi deb o'ylayapti. Ha, mayli. To'g'risini aytsam, shu yerda o'tirish ham yoqmayapti. Ketamizmi? Ha, uyga boraylik. Mayli, nima desangiz shu. Ketdik. Nima qilib o'tiribsiz bu yerda? Nimaga ketmadingiz? Ustimizdan kulmoqchimisiz? Mana, sizlarni deb biz shu ahvoldamiz. Dadamning ahvollarini ko'rib turibsiz. Sizni bu ahvolda tashlab keta olmayman. Dadangizlarni kasalxonadan olib chiqamiz. Doktorlar bilan gaplashdim. Operatsiya qilsa yaxshi bo'lib ketar ekan. Yo'q. Operatsiya qilinsa yaxshi bo'lib ketar ekanmi? Shuncha yil vaqt orqaga qaytar ekanmi? Bizning qiyinchiliklarimiz, ko'rganlarimiz hammasi iziga qaytar ekanmi? Iroda. Nahot shuncha paytdan buyon meni qanaqaligimni bilmagan bo'lsangiz. Ha, bilmagan ekanman. Mana endi bildim. Mana endi tanidim sizni. Bekor kurashibman o'zi. Xato qilgan ekanman. Iroda.
Nega tushunmaysiz? Bu bo'lgan ishlarga mani umuman aloqam yo'q. Keyin to'g'ri, men vaqtni orqaga qaytara olmayman. Lekin nimanidir o'zgartirsa bo'ladi-yu. Bo'lmaydi. Hech nimani o'zgartirib bo'lmaydi. O'zgartirmoqchi edim. Hayotimni, sizga bo'lgan tuyg'ularimni, hammasini o'zgartirmoqchi edim. Lekin siz arzimas ekansiz. Keting. Elshod, xonangga qamalmasdan tez kelib, men bu yerda ishlarni qil. Hozir Alisherga kelib menga gapiradi. Tez bo'l, yotma. Bo'pti, bo'l. Ey, Ye? beraka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bu yerdagi ot qani? Olib chiqib ketishdi boya. Ot olib chiqib ketishgan bo'lsa, eshiklarni yopib, sal tozalab qo'ysalaring bo'lmaydimi? Alisher akam aytdi, apelkalarni almashtirib qo'y, ot chiqqandan keyin dedilar. Xo'jayinni aytganini qilaman-da, siz xo'jayin emassiz-ku. Uka, Davron aka kelguncha xo'jayinmanman. Menga otxonaga o'zingiz qarab nazorat qilib turing degan. Davron aka ham xo'jayin emas-ku bu yerga. Oddiy hisobchi. Senga kim aytdi? Alisher aka aytdi. Alisher akaning o'zlari mana shu butun katta otxonaning egalari. Boshliq. Davron aka qo'llarida ishlaydi. Hisobchi. Yo'q, Ha? Alisher aka seni aldabdi. Bilmasang bilib qo'y. Bu otxonani bitta xo'jayini bor. U ham bo'lsa Davron. Ha, yo'q. Bu joylar uni otasidan qolgan. Alisher uni pochchasi bo'ladi. Shuning uchun Davron akani qo'lida ishlaydi. O'zi allaqachon haydalib ketish kerak edi-yu, Davron unga imkon berdi. Xullas o'zing uchun bilib qo'y. Men shu paytgacha Alisher akani xo'jayin deb yurgandim. Chunki o'zi shunaqa degandilar. Firibgar. Aldagan ekanda. Endi ursam bo'laveradi. Ne urasan? Oshirib yuboryaptilar-da. Nafsoniyatimga tegadi. Otlarni uradigan qamchi bilan uradi. Endi bugun uraman. Rahmat, xo'jayin. Sen o'zingni bosib ol. Sen ishingni to'g'ri qilib bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Endi sizni xo'jayin deb turar ekanmiz-da. Ja xo'jayin emasman-u, shu yerga qarab turaman. Bo'ldi, xo'jayin. Uzr bilmaganim uchun. Yuring ichkariga. Choy-poy. Voy Yoqub. Choy-poy, kofe damlaylar. Boshliq keldi. Hey, voqima qilma. Endi boshliqsiz-ku. Bir kelib qopsiz-da endi. Ha, endi. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Iroda, yaxshimisan? Rahmat. Tuzumila, yaxshimila? Rahmat, yaxshilar. Ancha o'zgarish bormi? Ha, yaxshi. Men arzimas bo'lsa ham meva cheval olib keldim. Ovora bo'psiz ustoz. Ovorasi bormi? Ko'rsam bo'ladimi? Gaplashsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xudoga shukr, ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Ha, yaxshi. Ozroq qo'rqitdilar-da. Yaxshi bo'ladilar, qo'rqma. Ustoz, sizdan bitta iltimosim bor. Xo'p. Davron akani ko'rdingizmi pastda? Kirishda? Pastda o'tiruvdi. Chaqiraymi? Yo'q, kerak emas.
iloji bo'lsa gaplashsangiz boshqa qaytib kelmasinlar. Ko'rishni ham xohlamayman. Iya, tinchlikmi? Xafa qildimi? O'zim gaplashib qo'yaman agar xafa qilgan bo'lsa. Yo'q, o'ziga yarasha sabablar bor. Keyin tushuntirib beraman. Yuring ustoz. Mayli. Assalomu alaykum. Ha, Yoqub, charchamayapsanmi? Siz ham ish qilasizmi o'zi? Biz faqat harakat qilamiz, ey. Qarab turishni o'zi ham katta ish, bilasanmi? Ha, mayli. Yoqub, Ha, anu Alisher aka bor-ku. ha. O'sha boshliq emas ekan. Kim aytdi? O'z quloqim bilan eshitdim. Boyagi boshliq bor-ku. Boy yaqinda keldi-yu. Mo'ylovli. Alisher aka. Ha. Bahrom aka. Ha, o'sha. Nimaga dovdiraysan? Qattan bilay o'shada. O'sha aytdi. Davron aka oddiy hisobchi emas ekan. Davron aka ekan boshliq. Mana shu katta otxonaning egasi o'sha ekan. O'zim ham aytdim, shuncha mashina, shuncha uy qayerdan keladi deb. Alisher aka oddiy ishchi ekan, ey. Sen bilan meni u ahmoq qilib yurgan ekan. Voy marazi. Aldagan ekanlar-da bizni. Ha. Shuncha paytdan beri sen bilan meni lo'q qilib yurgan ekan. Endi urishimga imkoniyat tug'ildi. Endi mazza qilib uraman, ey. Keyin boshliq bo'lsa, qaddi bitta kiyimda yurmaydi-ku. Ehtiyot bo'ling-da aka. Balki siz bilan Bahrom aka hazillashayotgandirlar. Ey, hazillashadigan odam emas u. Jiddiy odam-ku. Bilmadim aka, bilmadim. Men ishimni qilay. Hali shuncha ot turibdi. Tagini tozalash kerak. Bundan ko'ra yordam bering, turavermasdan. Bo'pti, men otlarni yemini beraman. Tezlashdi. Xotinlarga o'xshab gapirib yuraveradi. Aka, ahvollari yaxshi ekanmi? Ancha yaxshilab birpas kirib gaplashib chiqdim. Unda men ham kirib chiqay. 1 daqiqa gaplashib olsak bo'ladimi? Ha? Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Iroda aytib qoldi. Bu yoqqa boshqa kelmasinlar deb. Shunga hayron bo'ldim, nimadir bo'ldimi? Menimcha sizdan xafadek bo'lib ko'rindi. Hammasi joyida. Hozir jahilda. Nima deyotganini bilmayapti. O'rtada ozgina tushunmovchiliklar bo'lyapti. O'zimiz kelishib olamiz. Siz xavotir olmang. Ochig'i, hozir bularni bu ahvolda men tashlab keta olmayman. Hammasi joyida bo'lsa, yaxshi. Qandaydir muammo bo'ladigan bo'lsa, aytarsiz. So'raganingizga rahmat. Mayli, Davronjon, sog' bo'ling. Yaxshida ko'rishaylik. Assalomu alaykum. Hozir ishlayotgandim. Uxlab qolman, uzr. Ko'zim ketib qopti-da. Ish vaqtida uxlash yaxshi emas. Bilaman, uzr. Boshliq. Charchayapmiz-da. Charchasang ishlama. Xo'p, uzr. Ketyapsizmi? Ha, ketyapman. Ertaga voqlik kelaman. Hamma yo bugundek bo'lmasin. Xo'p bo'ladi. Ozodalikka rioya qilish kerak. Xo'p bo'ladi. Ha, keyin.
boya senga Alisher haqida gapirgan gaplarim hammasi hazil edi. Davron aka bosh hisobchi. Alisher aka rostdan ham xo'jayin. Unda siz kimsiz? Men komissiyaman. Ishlalaring. Shuncha o'ylaganim bir tiyin bo'ldi-da. Bir mazza qilib urmoqchi edim. Zulfaka qarab oling. Ha. Bo'ling tez-tez. Hozir. Ertaga Obidjonni kasalxonaga olib boramiz. Analizlarini tekshirishadi. Yaxshi chiqmasa, balki chet elga olib ketishlari ham mumkin. Muhimi siz hech narsani o'ylamang. Har qanaqa javobga tayyor turing. Baribir yaxshi bo'ladi. Sizga hozir ortiqcha siqilish mumkin emas. O'zingiz qo'yarda qo'ymay so'raganingiz uchun aytayapman. Bo'lmasa aytmagan bo'lardim. O'zi dadangiz bilan kelishib, sizga hech narsani aytmoqchi emasdik. Meni ko'nglim sezyapti. Hammasi yaxshi bo'ladi. Obidjon akamni analiz natijalari yaxshi chiqadi. Mana ko'rasiz. Iloyim. Hammamizni fikrimiz shunaqa. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Bu yog'i endi Xudodan. Endi bilib bo'lmaydi-da. Chunki muolaja olganiga hali unchalik ham ko'p bo'lmadi. Unga qanchalik ta'sir qildi, buni ham bilmaymiz. Mayli, men sabr qilishga tayyorman. Qancha bo'lsa kutaman. 1 yilmi, 2 yilmi? Muhimi yaxshi bo'lib ketsalar bo'ldi. Baraka toping. Siz ham sabrli ayolsiz. Hozirgi kunda uncha-muncha odam sabr qilib chidolmaydi. Siz kutyapsiz. Eringiz bilan birga qo'shilib shu dardni yengib o'tyapsiz. Hali ko'rasiz, bu sabringizga yarasha mukofotini ham olasiz. Oz qoldi. Aytgancha Oyjon, bugun Obidjon akam kelar ekanlarmi? Shunaqa degandilar. Ha. Dadangiz oldiga ketganlar. Ertaga ertalab kasalxonaga borishimiz uchun. Bugun olib keladilar. Duo qilib turaveraylikchi. Toza havoga bordim ana. Ancha kundan beri dam olib yuribdi. Nima kerak bo'lsa hamma sharoitlarni yaratib berdik. Bu yog'i endi Xudodan. Oyjon, shirinlik yeysizmi? Bugun o'zim sizni mehmon qilaman. Yegingiz kelyaptimi? O'zingizga yoqqanini borib tanlab olib kelavering. Boring. Xo'p, bo'ladi. Bildirmaslikka harakat qilyapti-yu, lekin qiynalyapti. Qani? Gapiringizgani nima bo'ldi? Nima deyishga ham hayronman. Sizni ham ko'p bezovta qilyapman. O'zi shundoq ham ishingiz ko'p. Arzimagan muammoyim bilan boshingizni qotiryapman. Suyanadigan odamingiz yo'q bo'lsa, dardingizni kimga aytasizgani? Farzandlaringiz yoningizda bo'lmasa, men hammasini tushunib turibman. Xijolat bo'lmang. Bemalol aytavering. Tushunganingiz uchun rahmat. Ana odam bor-u, yana bog'chaga keldi. Jamshidmi? Ha. Nima dedi? Nima derdi? Sardorni aralashtirmang. Bahrom akani ham aralashtirmang dedi. Men pulni faqat sizdan olaman deydi. Men u ahmoq bilan kelisha oldim. Men ham shunga hayronman. Aytsam, Bahrom aka bilan meni hech qanaqa ishim yo'q deyapti.
To'g'risi jonimga tegib ketdi. Nima qilishga ham hayronman. Nazokatxonni oldida ham sharmanda bo'lyapman. Kenay. Siz siqilmang. Hech narsani o'ylamang. Sardorni aralashtirish xohlamayotgan bo'lsa, aralashtirmaymiz. Pul ham bermaymiz. Xullas, oldingizga kalomini yaqib qo'yaman. Endi kelmaydi. Siz xavotir olmang. Yana boshingiz muammoga kirib qolmasin. Kenay. Shu muammoni hal qilish kerakmi? Yaxshi bo'lardi. Ha, bo'pti-da unda. Endi bu yo'q, iloji yo'q. Men bunaqalarni hayotda ko'p ko'rganman. Qanaqa gaplashishni ham, qanaqa yo'l tutishni ham yaxshi bilaman. Sardori qarzi yo'ligini o'zi bildirib qo'ydi. To'g'risini aytsam, o'g'lingizni yaxshi bilaman. Jamshid gaplariga ishonib turuvdim. Olgan bo'lsa olgandir deb o'yladim. Lekin Jamshid Sardor oldiga bormayapti. Qochib yuribdi. Demak, o'g'lingizni qarzi yo'q. Shunaqa bo'lsin. Agar yana qarzi bo'lsa, men ko'tara olmayman. To'yib ketdim o'zi. Kenay, to'ymang. Hali ishlar ko'p. Bolalaringizni uyli joyli qilishingiz kerak. Qizingizni uzatib, kelin olishingiz kerak. Hayotdan to'yishga hali ancha bor. Mayli. Rahmat sizga. Ko'nglim ko'tardingiz. Mayli, men bo'lmasa boray. Uzr, sizni ham bezovta qildim. Endi vaqtingizni olmay. Mayli. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Xo'p. Shu bolani dadasi mashinada meni urib ketgan. Oradan shuncha yil o'tib, o'g'li o'z oyog'i bilan kelib turibdi. Ye, Davron. Nima ish qilyapsan? Aytgancha. Qaynota kasali va? Yaxshi bo'lib ketadi, ko'p ham o'ylayverma. O'zi yoshi ham katta ekan. Eshitdim, surishtirdim. Yaxshi bo'lib ketar. Baribir sen u qizga uylanasan. Davron, ko'p bunaqa siqilma. Siqilishingga arzimaydi. Buni ustiga invalid bo'lsa. Hey, bo'ldi qiling. Ko'p gapiryapsiz. Oxirgi payt hamma ishga aralashyapsiz. Bo'pti. Bitta sandami qaynota? Bahrom aka, ish qilib tinchlikmi? Yo'l bo'yi hech narsa demadingiz. Doktor oldidan chiqib bir og'iz gapirmadingiz, a? Javoblari yaxshi chiqibdimi? Ko'rdingizmi? Gapirsangiz-chi, yuragimni siqvordingiz. Yo nimadir yomon xabar bormi? Chet elga baribir borish kerak ekanmi? Yaxshi bo'ladi deb ana kuni xursand bo'layotgandingiz-ku.
Kelinga telefon qildingmi? Ha, gaplashdim. Obajon bilan birga kelarkanmi? Ha, kelishyapti, yo'lda ekan. Nima bo'lganini ayting. Analiz javoblarini Obidjonni telegramiga tashab qo'ydim. Ha, xo'p. Men ham bilay yoki meni bilishim mumkin bo'lmagan biror bir gap bormi? Munis, nimaga unaqa deysan? Sen ham oilamiz a'zosisan. Ha, unda ayting-da. Hammasi yaxshilikka. Kasalligidan asar ham qolmabdi. Analiz natijalari uni 100% sog'lom ko'rsatdi. Rostdanmi? Hazillashmayapsizmi? Nega g'azallashaman? Doktorlarning aytishi bo'yicha bu ham bitta mo'jiza ekan. Xudoga shukr. Demak, qilingan muolajalar besamar ketmabdi-da. Albatta. Obidjonni o'zi ham xursand bo'lsa kerak-a? Albatta xursand bo'ladi. Allohga shukr, o'zi shifo berdi. Yaxshi bo'ldi. Indamay o'tirganingizga qo'rqib ketdim. Vaqtliroq shuni aytmaysizmi? Endi bir pas qiziqroq bo'lsin dedim. Yuragim taka-puka bo'lib ketdi. Menga bir nima bo'lib qolganda-chi? Senga hech narsa bo'lmaydi. Seni joning temirda. Xudoyim o'zingga shukr. Iloyim tuzalgani rost bo'lsin. Iloyim. Bu narsa buyurtma qilamizmi bolalarning kelishiga? Ularni kutaylik. Avval kelishsin. O'zlari buyurtma qiladi. Mayli. Bugun ularning kuni. To'g'ri. Kutamiz. Ular nima desa shu. Shu. Ovqatlanib bo'lgandan keyin ular kasalxonaga borishmoqchi edi. O'zlari ketishaveradi bo'lmasa. Yolg'iz qoldiramiz-a? Sen nima sen shu? O'zimiz ham yolg'iz qolamiz demoqchisan-da. Ha, yo'q, qo'ysizchi. Telefon qilchi qayerga yetishding? Sarvinoz? Labbe? Kelib qoldinglarmi? Ha, 15 daqiqacha hozir kelyapmiz. Ha. Ehtiyot bo'linglar, yaxshi yetib kelinglar. Xo'p bo'ladi, oyicha. Xo'p. 15 daqiqada yetib kelishar ekan. Yaxshi. Lekin juda ham xursand bo'ldim, Bahrom aka. Allohga shukr. Shukr. Giribmisan? Kasal bo'lma. Gaplashasanmi? Hozir. Alo. Alo. Ha, Adijon, qalaysiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz Alisher aka? Rahmat. Ko'rinmaysiz, Adijon. Ha, yuribmiz-da aka. Nima gap? Menda tinchlik. O'zingizda nima gap? Otxonada katta o'zgarishlar bo'lib ketdi-yu. Qanaqa o'zgarish? Bahrom xo'jay bo'lib qoldi-yu. Vaqtincha. Bir reminni deyishadi-yu. Bahrom aka? Yo'q-e. Adijon, nimaga bu sizni qo'ymadim? Men shunga hayron bo'lib turibman. Qochibdir. Nima? Sizga emas. Davronning yaqin do'sti bo'lsangiz. Ha, endi bilmadim aka. Anchadan beri Davron bilan ham gaplashganim yo'q. Ana ko'rdingiz? Bular bir narsani boshlagan. Sizdan foydalanib bo'lishdi-da. Qo'yavering aka, e'tibor bermang. Davronning ham o'zini rejalari bordir. Buni ustiga meni ishlarim ko'p, vaqtim yo'q. Shunga bo'lsa kerak. Mayli. Adijon. Alabay. Mana sizda gapi bor ekan. Ma, gaplashasanmi? Gapir. Alo. Bo'ldi Adijon, bo'ldi. Gaplashmas ekan. Mayli. Xo'p, bo'pti. Sog' bo'ling. Gapga qo'shmaysan. Xotinimga o'xshaysan. Bular do'st emas. Do'st og'ir kunda bilinadi. Nima deding? Qo'shilasanmi? Qo'shilasan. Talla. Bolla kelguncha
u bu narsa tanlab. O'zingiz bolalar kelsin dedingiz-ku, biroz kutaylik endi. Hop. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel o'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aytdim-ku O'tiring. sizga keliningiz olib keladi deb. Mana Yaxshi kelishdi. kelib oldinglarmi kelin? Yaxshi, rahmat. Ha. Sovuqga qolmadingizmi qizim? Yo'q, hammasi yaxshi. Yaxshi. Senga boya Telegramingga bir narsa tashlagan edim. Ha, ko'rdim. Qanaqadir analiz natijalarimi? Qanaqadir emas. Sana analiz natijalaringning javobi. Ko'rdim, lekin uncha tushunmadim. Hozir o'zingni yaxshi his qilyapsanmi? Ha, Sezayotgan bo'lsang, anchadan beri boshing ham og'rimayapti. ha, xudoga shukr, yaxshi. Anchadan beri boshim og'rigani yo'q, o'zimni ham yaxshi his qilyapman. Endi yaxshi his qilasiz-da. Hammasi yaxshi bo'lib turgandan keyin. Bu analiz natijalari seni sog'ayib ketganingdan dalolat bolam. Rostdanmi? Ha, rostdan. Hozir doktorning oldidan kelyapmiz. Hammasi ortda qolibdi. Tabriklayman. Yengib o'tdingiz, Obidjon. Tabriklayman bolam. Rahmat. O'g'lim, Alloh o'zi senga shifo berdi. To'g'risi ishongim kelmayapti. Shuning uchun mana yig'ildik. Ana endi buyurtma qilsak bo'ladi. Sizlarni kutib hech narsa buyurtma qilmadik. Ana endi bemalol buyurtma qilamiz. Aytgandim-ku, Obidjon aka hammasi o'tib ketadi deb. To'g'ri. Ana, o'tib ketdi. Kelin. Sizga ham rahmat. O'g'limni qiyin kunda tashab qo'ymadingiz. Yonida turdingiz. Ha, endi kelin. Meni tarbiyamni olganda, to'g'rimi? Ha, oyijon, sizdan o'rganyapman. Oxirigacha shunaqa bo'lsin. Nima bo'lganda ham baxtli bo'linglar. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Xo'sh, qani endi? Tanlaylar. Qani, xohlaganingni tanla. Men tanlayman. Ha, mayli. Xo'sh. Xullas bugun bayramona kayfiyat. Bayramona dasturxon bo'ladi. Xo'p. Singlim, bir daqiqa qarab olinglar. Mana hozir. Assalomu alaykum. Kirsam maylimi? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi. Aka. To'g'risi, bunaqa vaziyatga oldin tushmaganman. Men afsusdaman. Sizga nima deyishni ham, nimani tushuntirishni ham bilmayman. Chunki bu narsani o'zim ham tushunmayapman. Dadangiz qayerda? Dadam o'tib ketganlar. Unda bu narsani tushuntirishimga foydasi yo'q. Bu taqdir. Bo'lar ish bo'ldi. Mana hisob kitobim. Dadangiz bilan edi. Aka, bilaman. Hammasini tushunib turibman. Lekin mening qo'limdan nima kelsa shuni qilaman. Siz biron nima aytsangiz bo'ldi. Nima yordam kerak aka?
Birorta doktor kerakmi? Operatsiya qilish kerakmi? Qancha ketadi? Nima qilish kerak? Shuni aytsangiz bo'ldi. Baribir foydasi yo'q. Mani umrim o'tib ketdi. Qizim bechora shuncha yil qiynaldi. Qiz bola boshi bilan oila tebratdi. Qizim bu ishlarni qanday qilib qabul qiladi bilmadim. Lekin mani sizga hech qanaqa yomonligim yo'q. Aka, shuncha yil qiynalganingiz yetar. Hech bo'lmasa bundan keyingi vaziyatni to'g'rilaylik. Agar ertaroq bilganimda vaqtliroq harakat qilgan bo'lardim. Meni ham to'g'ri tushuning. Men u paytda yosh bola edim. Bu narsalarni tushunmaganman. Sizni tushunib turibman. Shuning uchun ham ayblayotganim yo'q. Lekin siz ham qizimni to'g'ri tushuning. Men-ku bir joyda yotaman. U qiynaldi. Dog'ri darmon, ro'zg'or. Xullas, shunaqa gaplar. Mayli. Sizni bu yerdan olib chiqib olaylik. U yog'i bir gap bo'lar. Hammasini tushundim. Mayli. Iroda yaxshi ekanmi? Otasi-chi? Uydan kelyapsanmi? Sizga kim aytdi buni? Ularning o'rtasida bir balo bor. Bo'lmasa, kasalxonaga Davron bunaqa yotib olmasdi. Balki bunga o'zing sababchidirsan. O'zim Davron aka o'zlari xohlagan odamni qo'yaveradi. Men turibman mana, men. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksingga tig' qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin.